bolaligimizda mana shu mashina kiyib olguncha ariqni naryoq betiga o'tib olaman yoki do'konga yetib olaman degan o'yinlar bo'lardi-ku. Men juda ko'p shu narsani qilardim. Yoki mana shu ariqdan men o'ta olamanmikin, yo'qmikin, qani bitta sakrab ko'ray deb qancha dumalagan paytlarimiz bo'lgan. O'zimni o'zim sinash hozirgacha davom etadi-da. Qani mana shunaqa qila olarmikinman. Men o'zimni yo'limni o'lchab ko'raman. Qayerga ko'zim yetadi? Ko'zim bilan chamalayman. Odamlarni ko'zi bilan chamalayman, jamiyat ko'zi bilan chamalayman va chamamdan tashqari narsani doim tanlayman. Cho'ntagimda 100 ming so'm pul bor, lekin men 105 ming so'm narsani tanlayman. Ariqdan balki o'tolmasligim mumkin, lekin men ariqni oyog'im bilan o'lchash tajribasini olaman. X6 ham, Neston ham, meni yoshim bir o'lchovlar deb aytaylik, o'sha o'lchovlardan tashqari hodisalar. Equinox olayotgan paytim ham meni o'lchovlarimdan tashqari bo'lgan narsa edi-da, u Equinox ham. Bu mashina meni imkoniyatim, meni darajam, meni qadamlarimdan tashqari narsa edi. Bu mashinani minadiganlarni katta zavodlari, balki firmalari, balki katta bir mashhurligi nimadir bo'lish kerak-da, jamiyat o'lchovlari bilan qaraganda. Mashina menga kerak bo'lmasligi mumkin, lekin menda uni ola olganlik jasorati qoladi, yo'q qoladi.